O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 31-oktyabrdagi aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-322 qarorining 3-ilovasi 2025-2026 yillarda veterinariya va chorvachilik sohalarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar yo'l xaritasining 6-bandida chorvachilik sohasidagi tadbirkorlik subyektlari bilan samarali muloqot platformasini yo'lga qo'yish topshirig'i berilgan. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi raisi tomonidan tasdiqlangan grafikka asosan veterinariya nazorati ostidagi tovarlar, shu jumladan chorvachilik mahsulotlari va xom ashyo eksporti va importi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari bilan mavjud muammolarni muhokama qilish hamda samarali muloqot platformasini shakllantirish maqsadida ochiq muloqot o'tkazildi. Qo'mita raisi import va eksport talablari, ularga qo'yilgan majburiy bo'lgan qoidalar va javobgarligi bo'yicha tadbirkorlarimizga tushunchalar berib o'tdi. Ushbu o'tkazilgan uchrashuvda respublikamizda chorvachilik sohasida faoliyat yuritib kelayotgan 70 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari ishtirok etib, ularni oldida bugungi kunda mavjud muammolar yechimi yuzasidan qo'mita raisi hamda tegishli vazirlik va idoralarning mas'ul xodim rahbarlari tomonidan ko'tarilgan bir qator masalalar joyida hal etilishi ta'minlandi.